Hozir trendda bo'lgan mana bu mashhur qo'shiqni sizlar bilan birgalikda tarjima qilamiz. Tafasili ayyami va suhuri fil layli. Borligim u, ko'zlarimning yog'dusi, tunlarimning nafasi. Tasrihat sha'ri mashari, sochimni silagandagi hissiyotlarim. Sawtuha imma kanat bitmainni tughanni li. Qo'shiq aytgandagi ovozi meni uxlatardi. Vayaya va fi qalbi di sakina maaya. Har yo'lda, har hikoyada men uni uchrataman. Kullima bussif yum fimroya. Har oynaga boqqanda ko'raman aksini. Busa minni alal eid. Qo'llarini o'paman. Illi sanattu alayhi fi yumamshi. Qaysiki men yurishni boshlaganimda meni suyagan. Ala eid na'at li hudumi va sihri tahki fi havadi. U inson qo'lida meni kiyimlarimni tikdi. Tun bo'yi menga ertaklar aytdi. Ala ayniha fi awwal yawm madrasati. Maktabga ilk borganimdagi mehrli qarashi. Ala hadditha fi yawm ma'id. Kasal yoki charchagan kunlarimdagi xavotiri. Ularning hammasi ko'z o'ngimda. Ushbu ashula sayyidati qalbi, ya'ni qalbim malikasi deb ataladi va ushbu qo'shiq muhtaram onalarimizga bag'ishlangan. Ushbu videoni onajoningizga yuborib qo'ying.